Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim va ko'pchilikni bezovta qilayotgan mavzuni tushuntiraman. Pensionerlarga ortiqcha to'langan pulni qaytarish bo'yicha talablar kelishni boshladi. Bu masala faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, vasiylariga, nafaqa oluvchi nogironligi bor fuqarolarga, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Chunki bitta noto'g'ri ma'lumot, bitta vaqtida topshirilmagan hujjat yoki tizimdagi xatolik tufayli keyin falon so'mni qaytaring degan talab kelishi mumkin. Men bugun sizga kimlar pulni qaytarishi mumkin, kimlar qaytarmasligi kerak. Qaysi holatda talab qonuniy, qaysi holatda e'tiroz bildirish mumkinligini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Ma'lumot juda muhim. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday masalalarda bir kun kechikish ham odamga ortiqcha xarajat, asab va sud jarayoni olib kelishi mumkin. Avval pensiya va nafaqa to'lovlarida ko'p narsa qog'oz hujjatlarga, joylardagi ma'lumotnomalarga va fuqaroning o'zi olib kelgan hujjatlarga bog'liq edi. Masalan, odam ish stajini tasdiqlash uchun mehnat daftarchasini, arxidan ma'lumotnomani, ish haqi haqida hujjatni olib kelardi. Pensiya tayinlanardi. Keyingi yillar davomida to'lanardi. Agar hujjatda xato bo'lsa yoki keyinchalik noto'g'ri ma'lumot aniqlansa, pensiya jamg'armasi ortiqcha to'langan summani hisoblab qaytarishni talab qilishi mumkin edi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgardi. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Soliq bazalari, mehnat shartnomalari, bandlik ma'lumotlari, migratsiya, fuqarolik holati dalolatnomalari, bank to'lovlari. Nogironlikni belgilash bo'yicha tibbiy ma'lumotlar, o'qish joyi haqidagi ma'lumotlar bosqichma-bosqich yagona tizimlarda ko'rina boshladi. Natijada oldin ko'rinmay qolgan holatlar hozir aniqlanmoqda. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan, farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgani uchun pensiya olgan, lekin keyin o'qishni tashlagan yoki sirtqi ta'limga o'tgan. Oldin bu ma'lumot vaqtida yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Hozir esa ta'lim muassasasi ma'lumotlari tekshirilganda falon sanadan keyin huquq yo'q edi degan xulosa chiqishi mumkin. Shundan keyin o'sha sanadan keyin to'langan pullarni qaytarish talabi keladi. Yoki pensioner ishlamayapman deb ma'lumot bergan, lekin aslida rasmiy mehnat shartnomasi bilan ishlagan. Ba'zi turdagi nafaqalar yoki ustamalar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Tizimda ish haqi, soliq to'lovlari ko'rinsa, ortiqcha to'lov aniqlanadi. Yoki nogironlik muddati tugagan, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan, ammo fuqaro vaqtida o'tmagan. Shunga qaramay nafaqa bir necha oy davomida kelib turgan bo'lsa, keyin shu oylar bo'yicha qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Eng avvalo shuni tushunib olaylik. Har qanday talab kelgani bilan odam darhol aybdor bo'lib qolmaydi. Talab qonuniy bo'lishi uchun ortiqcha to'lovning sababi, davri, summasi va asosi aniq ko'rsatilishi kerak. Sizga ortiqcha to'langan degan umumiy gap yetarli emas. Men doim shuni aytaman. Talab qog'ozida yoki elektron xabarda qaysi oylar uchun, qaysi huquqiy sabab bilan qancha summa hisoblanganini ko'rmasdan turib pul to'lashga shoshilmang. Birinchi xavfli guruh, noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjat asosida pensiya tayinlanganlar. Masalan, fuqaro 1930 yildan 1935 yilgacha zavod ishlaganini stajga kiritgan. Keyinchalik arxiv tekshiruvida u davrning faqat 2 yili tasdiqlanadi. Qolgan 3 yil bo'yicha hujjat topilmaydi yoki hujjatda ism familiya mos kelmaydi. Agar shu 3 yil pensiya miqdoriga ta'sir qilgan bo'lsa, jamg'arma qayta hisob-kitob qilib, sizga 24 oy davomida har oy 1070 ming so'mdan ortiqcha to'langan, jami 3 million 600 ming so'm qaytaring deyishi mumkin. Lekin bu yerda muhim nuqta bor. Agar pensioner hujjatni soxtalashtirmagan bo'lsa, o'zi ataylab yolg'on ma'lumot bermagan bo'lsa, balki idora xodimi hujjatni noto'g'ri o'qigan yoki tizim xato hisoblagan bo'lsa, unda hamma holatda ham pensionerdan pul undirilishi to'g'ri bo'lavermaydi. Fuqaroning aybi bor yo'qligi alohida baholanadi. Shuning uchun arxiv topilmadi degan gapni eshitib taslim bo'lmang. Eski ish joyingiz voris tashkilot, kasaba uyushmasi, sud orqali yuridik faktni belgilash kabi yo'llar bor. Ikkinchi xavfli guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan holat talabaning o'qish shakli va yoshi bilan bog'liq. Masalan, bola 28 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi bo'limda o'qiyotgani uchun pensiya davom etgan. Agar u 2023 yil sentabrda o'qishdan chetlatilgan bo'lsa, ammo pensiya 2024 yil fevralgacha kelgan bo'lsa, 5 oy uchun ortiqcha to'lov hisoblanishi mumkin. Agar har oy 800 ming so'mdan to'langan bo'lsa,
1 million so'm talab qilinadi. Bunday holatda ota-ona yoki talabaning o'z vaqtida pensiya jamg'armasiga xabar berish kerak edi. Universitet o'zi yuboradi deb o'yladim degan gap amalda har doim ham himoya bo'la olmaydi. Chunki nafaqa yoki pensiya olish huquqiga ta'sir qiladigan o'zgarish bo'lsa, oluvchi taraf ham xabar berishi kerak. Shuning uchun farzandingiz o'qishni tugatsa, chetlatilsa, akademik ta'til olsa, sirtqiga o'tsa yoki boshqa davlatga ketib qolsa, darhol aniqlik kiriting. 3-xavfli guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini oluvchilar. Nogironlik muddati doimiy bo'lishi mumkin. Ba'zida esa ma'lum muddatga belgilanadi. Agar fuqaro belgilangan muddat tugaganda qayta ko'rikdan o'tmasa, lekin to'lov davom etsa, keyin tizim buni aniqlab. Mana shu oylar bo'yicha huquq bo'lmagan deyishi mumkin. Misol uchun, nogironlik muddati iyunda tugagan, qayta ko'rik sentabrda o'tilgan. Agar shu oradagi iyun, iyul, avgust oylarida to'lov qilingan bo'lsa, bu pullar bo'yicha savol tug'iladi. Lekin bu yerda ham nozik jihat bor. Agar qayta ko'rikdan o'tish kechikishga fuqaro sababchi bo'lmagan bo'lsa, masalan, tibbiy komissiya navbat bermagan, hujjatlarni qabul qilishda kechikish bo'lgan, kasalxonada yotgan, obyektiv sabablar mavjud bo'lgan bo'lsa, buni hujjat bilan isbotlash kerak. Shunchaki og'zaki men bora olmadim deyish yetarli emas. Kasalxonadan ma'lumotnoma, tibbiy kartadan ko'chirma, murojaat qilgan sanani tasdiqlovchi ariza nusxasi kerak bo'ladi. 4-xavfli guruh pensioner vafot etganidan keyin uning kartasidan pul yechilgan holatlar. Bu juda og'ir mavzu, lekin hayotda ko'p uchraydi. Masalan, pensioner 10 mart kuni vafot etgan, lekin uning pensiyasi aprel oyida kartaga tushgan. Farzandi yoki qarindosh kartadagi pulni yechib ishlatgan. Keyin fadya ma'lumotlari tizimga tushgach, bu pul ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi talab qilinadi. Bunday holatda men bilmagan edim deyish qiyin. Chunki vafot etgan odam nomidan keyingi to'lovlardan foydalanish huquqiy oqibat keltiradi. Agar pensioner vafot etgan oy uchun pensiya masalasi bo'lsa, bu alohida tartibda ko'riladi. Ayrim hollarda vafot etgan oy uchun olinmagan pensiya oila a'zolariga berilishi mumkin. Dafn nafaqasi bo'lishi mumkin. Lekin keyingi oylar uchun kelgan pullarni o'zboshimchalik bilan ishlatish xavfli. To'g'ri yo'l bank kartani ishlatmaslik, pensiya jamg'armasiga xabar berish, meros va olinmagan to'lovlar bo'yicha rasmiy tartibda murojaat qilish. 5-xavfli guruh boshqa davlatga doimiy yashashga ketgan yoki uzoq muddat chet elda bo'lgan shaxslar. Pensiya to'lash tartibi, yashash joyi, ro'yxat, hayot ekanini tasdiqlash. Ayrim davlatlar bilan shartnomalar kabi omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odam ketganini bildirmagan, lekin pensiya kartaga kelib turgan bo'lsa, keyinchalik savol tug'iladi. Ayniqsa, kimdir ishonchnoma orqali pul olib turgan bo'lsa, ishonchnoma muddati, pensionerning hayotligi, doimiy yashash manzili tekshiriladi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni rasmiy tayinlatgan bo'lsangiz, barcha ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, ish holatingizni, o'qish, nogironlik, yashash joyi kabi o'zgarishlarni vaqtida bildirgan bo'lsangiz, kelayotgan to'lovlar sizning huquqingizga mos bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Talab kelmagan bo'lsa ham, profilaktika uchun pensiya ishingizdagi ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Endi eng muhim nuanslarga o'tamiz. Birinchi nuans, ortiqcha to'lov har doim ham firibgarlik degani emas. Ba'zan ortiqcha to'lov idoraning hisob-kitob xatosi, ma'lumotlar bazalaridagi kechikish, hujjatlarning noto'g'ri integratsiyasi tufayli yuzaga keladi. Fuqaro ataylab yolg'on ma'lumot bermagan bo'lishi mumkin. Shunda undirish tartibi, ayb masalasi, davom muddati va boshqa holatlar alohida ko'riladi. Ikkinchi nuans, sizga talab kelgan bo'lsa, uning nusxasini talab qilishga haqlisiz. Telefonda qo'ng'iroq qilib, sizda qarz bor, to'lab qo'ying deyishsa. Men bunday vaziyatda hech qachon shoshilishni maslahat bermayman. Rasmiy xat bo'lsin. Unda tashkilot nomi, sana raqam, hisob-kitob jadvali, qaysi normaga asosan talab qilinayotgani bo'lsin. Agar sizga faqat og'zaki aytilgan bo'lsa, yozma ariza bilan ortiqcha to'lov hisob-kitobini va asoslovchi hujjatlarni taqdim etishingizni so'rayman deb murojaat qiling. 3-nuans, pulni bo'lib qaytarish imkoniyati bo'lishi mumkin. Ko'p pensionerlar talabni ko'rib qo'rqib ketadi. Mendan 8 million so'm so'rayapti. Men oyiga 20 million 200 ming pensiya olaman. Qanday to'layman? Bunday holatda darhol kelishuv tartibini so'rash kerak. Agar talab qonuniy bo'lsa va siz e'tiroz bildirmasangiz, bo'lib to'lash, pensiyadan ma'lum foiz ushlab qolish, ixtiyoriy to'lov jadvali tuzish masalasini ko'tarish mumkin.
lekin ushlab qolish miqdori ham cheksiz bo'lavermaydi. Odamni umuman yashash vositasiz qoldirish mumkin emas. 4-nuans, bank kartangizga kelgan pul avtomatik ravishda meniki degani emas. Ayniqsa nafaqa va pensiya to'lovlarida huquq tugagandan keyin tushgan pul bo'lsa, uni ishlatish keyin qarzga aylanishi mumkin. Men real hayotda shunday holatlarni ko'p ko'raman. Odam pul tushibdi, demak davlat berdi deb o'ylaydi. Lekin davlat tizimida kekish bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz, agar huquqingiz tugaganini bilsangiz, tushgan pulni ishlatmasdan aniqlik kiritish. 5-nuans, talab muddati va sud jarayoni. Agar pensiya jamg'armasi sizdan pulni qaytarishni talab qilsa, siz rozi bo'lmasangiz, masala sudga chiqishi mumkin. Sudda esa hujjatlar gapiradi. Kim nima degani emas, kim nimani isbotlagani muhim. Shuning uchun barcha arizalaringizni 2 nusxada topshiring. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va muhr qo'ydiring yoki elektron murojaat qilsangiz, ro'yxatga olingan raqamni saqlang. Telefon suhbatlari, og'zaki va'dalar keyinchalik sizni himoya qilmasligi mumkin. 6-nuans. Qarindoshlar javobgarligi. Agar pensioner tirik bo'lsa, pensiya uning shaxsiy huquqi. Qarindosh faqat ishonchnoma yoki qonuniy vakillik asosida ish ko'rishi mumkin. Agar qarindosh pensionerning kartasidan uning roziligisiz pul yetsa, bu alohida huquqiy muammo. Agar pensioner vafot etgandan keyin pul yechilgan bo'lsa, talab pulni olgan shaxsga yoki meros masalalariga bog'liq tartibda qo'yilishi mumkin. Shuning uchun karta onamda edi. PIN kodni bilardik, ishlatdik degan holat juda ehtiyotkorlik bilan ko'rilishi kerak. 7-nuans. Hujjatdagi bitta harf ham muammo tug'dirishi mumkin. Eski mehnat daftarchalarida ism, familiya, otasining ismi turlicha yozilgan bo'ladi. Masalan, Abdullayev bir joyda Abdullayev, boshqa joyda Abdullayev A deb yozilgan. Agar shu sababli staj chiqarib tashlansa, odam pensiyasi kamayishi yoki ortiqcha to'lov hisoblanishi mumkin. Bunday vaziyatda hujjatlarni to'g'rilash, tegishlilik faktini belgilash, arxivdan qo'shimcha ma'lumot olish kerak. Bu ishni paysalga solmaslik lozim. Agar sizga pulni qaytarish talabi kelgan bo'lsa, birinchi qadam vahima qilmang va darhol to'lov qilmang. Avval talabning qonuniy asosini bilib oling. Rasmiy xatni o'qing. Unda qaysi davr uchun qancha summa talab qilinayotganini tekshiring. Agar xat tushunarsiz bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozishingiz mumkin. Menga nisbatan hisoblangan ortiqcha pensiya yoki nafaqa to'lovi bo'yicha to'liq hisob-kitobni, davrlar kesimidagi jadvalni, ortiqcha to'lov yuzaga kelish sababini, asos bo'lgan hujjatlar nusxasini va huquqiy asosini taqdim etishingizni so'rayman. Bu oddiy, lekin juda kuchli ariza, chunki siz aniq ma'lumot olmaguningizcha qaror qabul qila olmaysiz. 2-qadam, o'z hujjatlaringizni yig'ing. Pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat, pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, ishonchnoma, bank ko'chirmalari, oldin topshirgan arizalaringiz nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir hujjatning nusxasini alohida papkaga joylang. 3-qadam, sababni aniqlang. Ortiqcha to'lov nimadan chiqqan? Staj noto'g'ri hisoblanganmi? Ishlaganingiz aniqlanganmi? O'qish to'xtaganmi? Nogironlik muddati tugaganmi? Vafotdan keyin pul yechilganmi? Yashash joyi yoki chet elga ketish bilan bog'liqmi? Sababni bilmasdan turib himoya yo'lini tanlab bo'lmaydi. 4-qadam, agar siz rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. E'tirozda hissiyot emas, faktlar bo'lsin. Men bu talabga qo'shilmayman. Chunki falon sanada hujjat topshirganman. Falon ma'lumotnoma mavjud. Ortiqcha to'lov mening aybim bilan yuzaga kelmagan. Hisob-kitobda falon oy noto'g'ri kiritilgan deb yozing. E'tirozga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Arizani qabul qildirganingizni tasdiqlovchi belgi oling. 5-qadam, agar talab qonuniy bo'lsa, bo'lib to'lash bo'yicha murojaat qiling. Men buni yashirmayman, ayrim holatlarda pul haqiqatan ham qaytarilishi kerak bo'ladi. Masalan, odam o'qishni tashlaganini bilgan, lekin pensiyani olib yurgan yoki vafot etgan pensionerning keyingi oylar pensiyasi yechib ishlatilgan. Bunday vaziyatda sudgacha kelishish, to'lov jadvali tuzish, ortiqcha jarima va xarajatlardan qochish foydaliroq bo'lishi mumkin. 6-qadam, zarur bo'lsa, yuristga yoki bepul huquqiy yordam markazlariga murojaat qiling. Ayniqsa, summa katta bo'lsa, masala sudga chiqsa. Hujjatlar murakkab bo'lsa, mutaxassis yordami kerak. Ko'p odamlar men oddiy pensionerman, sudga nima qilaman deb qo'rqadi. Aslida sud hujjat va dalillar asosida qaror qiladi.
Agar sizda asos bo'lsa, o'z huquqingizni himoya qilishingiz mumkin. 7-qadam, kelajakda bunday muammo bo'lmasligi uchun har qanday o'zgarishni vaqtida xabar qiling. Ishga kirdingizmi? O'qish shakli o'zgardimi? Nogironlik muddati tugayaptimi? Boshqa hududga ko'chdingizmi? Chet elga ketdingizmi? Pensioner vafot etdimi? Bank kartasi bilan muammo bo'ldimi? Bularning barchasida rasmiy idoraga murojaat qiling. Og'zaki aytish bilan cheklanib qolmang, yozma iz qoldiring. Men yana bir amaliy misol keltiraman. Faraz qilaylik, 7000 yoshli pensionerga 6 million so'm ortiqcha to'lov talabi keldi. Sabab sifatida 2012 yildagi ish staji noto'g'ri kiritilgani aytilgan. Pensioner darhol pul to'lamaydi. Avval hisob kitobni so'raydi. Ma'lum bo'lishicha, bir korxonadagi 4 yillik staj bazada ko'rinmagan. U arxivga murojaat qiladi, eski buyruq nusxasini topadi. 2 nafar sobiq hamkasbining guvohlik ma'lumotlari va boshqa hujjatlar bilan stajni tasdiqlaydi. Natijada talab bekor qilinishi yoki summa kamayishi mumkin. Agar u boshida qo'rqib pulni to'lab yuborganida. Keyin qaytarib olish ancha qiyin bo'lardi. Yana bir misol, talaba 18 yoshdan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olgan, lekin noyabr oyida o'qishdan chetlatilgan. Oilasi buni bildirmagan, pensiya martgacha tushgan. Bu yerda jamg'armaning talabi ko'proq asosli bo'ladi. Oila biz bilmaslik desa ham, o'qish holati pensiya huquqiga bevosita ta'sir qiladi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l hisob kitobni tekshirish. Faqat haqiqatan ortiqcha davrni tan olish bo'lib to'lashni so'rash. Yana bir holat, nogironligi bor fuqaro qayta ko'rikdan o'tishga ariza bergan, lekin komissiya navbati 2 oy kechikkan. Shu orada to'lov davom etgan. Keyin ortiqcha to'lov deyilgan. Bu yerda fuqaro o'z vaqtida murojaat qilganini isbotlasa, ya'ni ariza sanasi, poliklinika yoki komissiya hujjatlari bo'lsa, e'tiroz bildirish uchun asos paydo bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, har bir murojaatning izini saqlang. Bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, pensionerlarga ortiqcha to'langan pullarni qaytarish talablari ko'payishi elektron tekshiruvlar, bazalar o'rtasidagi solishtirishlar va huquqqa ta'sir qiladigan ma'lumotlarning aniqlanishi bilan bog'liq. Lekin talab kelgani bilan hamma pulni darhol qaytarishi shart degani emas. Sabab, davr, summa, fuqaroning aybi va hujjatlar alohida tekshiriladi. Agar sizga shunday talab kelgan bo'lsa, rasmiy hisob kitobni oling, hujjatlarni yig'ing, yozma e'tiroz bering yoki qonuniy bo'lsa bo'lib to'lashni so'rang. Eng muhimi, og'zaki gaplarga ishonib qolmang va bank kartaga tushgan har qanday pulni avtomatik o'zingizniki deb hisoblamang. Sizlarda shunday holat bo'lganmi? Sizga yoki tanishlaringizga ortiqcha pensiya yoki nafaqani qaytarish talabi kelganmi? Izohlarda yozing, vaziyatni birga muhokama qilamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun sizga kerak bo'lmasa ham, ertaga ota-onangiz, qarindoshingiz yoki qo'shningizga juda katta yordam berishi mumkin.